Shu vaqtda biror bir izzat, hurmatni boshqa dinsizlarda ko'rganda, izzatni boshqa bir dinsiz odamlarda bor deb e'tiqod qilishligi bilan uning qalb firog'iga munofiqlik urug'i tushadi. Inson biror bir moddiy quvvatni ko'rib, izzat bu Alloh tarafida bo'lmayapti-yu, Alloh mu'minlarga najot bermayapti-yu degan fikrlar bilan kufr tarafida izzatni ko'rishligi bilan takror aytamiz, qalbining tuprog'iga munofiqlik urug'i o'rnaydi. Bu munofiqlik urug'i o'rnagandan keyin Allohning oyatlarini masxara qilinadigan majlislarda o'tirsa, Allohning oyatlarini kofir bo'lingan majlislarda o'tirishligi bilan undagi munofiqlik urug'i ildiz otadi. Munofiqlikning boshlanishligi insonning qalbida ruhiy mag'lubiyat vujudga kelishligi bilan munofiqlik urug'i tushadi. Haqiqiy mo'min kishi yakka qolgan holatda ham undagi bir ruhiy mag'lubiyat unda vujudga kelmaydi. Allohning do'stlarida xuddi tarixda shunday sodir bo'lgandek. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib ketayotgan vaqtlarida ozchilik bilan Banu Isroilning mo'min kishilarini olib kelayotganlarida oldida Nil daryosi, orqada Fir'avn o'zining katta lashkari bilan quvib kelyapti. Hech qanday qochadigan osmon uzoq, yer qattiq, oldida daryo, hech qanday qochadigan o'rin qolmagan vaqtda u kishining atrofida iymon keltirgan kishilar inna la mudrakun deydi. Biz qo'lga tushdik endi. Ey Musa, qani Allohning va'dasi deb turishganda inna ma'iya robbi sayahdin dedilar. Rabbim men bilan turibdi dedilar. Musa alayhissalom tanho qolganlarda u kishining qalblarida ruhiy mag'lubiyat bo'lmadi. Chunki Allohning do'stlari doim izzat Allohniki deydi. Lekin munofiqlik belgisi shunday paydo bo'ladiki, inson hayotning hamma narsa deb tasavvur qilishlikdan vujudga keladi. Insonlar hammasi biladi, lekin hammaga shahid bo'lishlik ne'mati nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlaridan Hud alayhissalom butun Od eng zo'ravon qabilalar, butun dunyoning kattasiga ega bo'lgan, quvvatli jismonan, molan ikkov tarafdan ham quvvatli bo'lgan qabilalar hammasi Hud alayhissalomni haqqa buyurganliklari uchun, ey Hud, seni namozing shunday ot ajdodlarimiz buyurayotgan narsalardan qaytaryapti. Senga bir zarar yetganga o'xshaydi. Agar o'zingni tiymasang, jin tekkanga o'xshaydi, seni nobud qilamiz deydi. Senga muhlat beramiz degan vaqtlarda u kishi aytdilarki, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Hozirdan hammanglar tadbiringlar ishlatinglar meni yo'qotishlikka va shu biror daqiqa muhlat bermanglar. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Men Rabbim Allohga, sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga tavakkul qildim. Dunyoda qaysi bir jonlik mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidadir. Bu birodarlar Allohning do'stlari qalbidagi izzat bu. Qul falillahil izzatu va lirasulihi va lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walakinnal kafirina la ya'lamun. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzat Allohning o'ziga xosdir. Izzat Allohning rasuliga xosdir. Izzat Allohning iymonlik bandalariga xosdir. Lekin buni munofiqlik urug'i tushib, ildiz otgan qalblar bular bilolmaydi. Qaysi bir kishi o'zida ruhiy mag'lubiyat darvozasi ochilgan bo'lsa, munofiq urug'i kirib kelayotganligini his qilsin. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, vallohu alam, Alloh subhanahu va taolo iymon sifatlarini bayon qilgandan keyin bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima oyatning oqimida birdan munofiqlarning zikrini kelishligi shunga dalolat qilsa kerak. Munofiqlarni ularga bir bashorat beringki, ularga bir xursand qilib qo'yingki, yaqin kunda ularga alamlantiruvchi azob bor. Munofiq bo'lgan qalblar Alloh yo'lida, haq yo'lda urinayotgan kishilarning moliyaviy nuqsonlari bo'lganligi uchun, ularda moddiy quvvat bo'lmaganligi uchun ularning masxara bilan qaraydi. Bular nimaga ega ekanki bu haq yo'lda shunchalik kurashyapti deydi. Nima uchun haqni hech qanday ro'barosidagi to'siqlarga qaramasdan gapiryapti ekan deydi.